Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi sizlarni ogohlikka chaqiruvchi video kontentlarni tayyorlashda davom etadi. Demak, bugun kiber olamdagi firibgarlar haqida gaplashamiz. Masalan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasidan kelib tushgan ma'lumotga ko'ra, noma'lum shaxs fuqaroning bank kartasidan 97 million so'mdan ortiq pullarni yechib oladi. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida mazkur jinoyatga qo'l urgan shaxs qo'lga olindi. Sunnat ismli shaxs mazkur jinoyatga qo'l urgan. Holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 169-moddasi, ya'ni o'g'irlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bugungi kunda tergov harakatlari davom etmoqda. Bu holatda ham o'sha ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Ijtimoiy tarmoqlardan, turli messenjerlardan foydalanganimizda bizga zararli ilovalar yuboriladi. Biz u ilovalarni bilib bilmagan holda telefonimizga o'rnatib olamiz va bizga keladigan kiruvchi SMSlar firibgarlarga ham ko'rinishi mumkin. Mana shu holatda shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlanadi va bank plastik kartamizdan pullar yechilinishi mumkin. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Zararli ilovalar Telegramdan keladimi, ustiga aslo bosib ko'rmaslik kerak. Agar bosib ilovani o'rnatib qo'ygan bo'lsangiz, darrov sozlamalar bo'limiga kirgan holda mazkur ilovani o'chirib yuborishni maslahat beramiz. Eng asosiy qoida, bank plastik kartangizni ham boshqasiga almashtirish mumkin. Ya'ni o'zingizga xizmat ko'rsatadigan aksiyadorlik tijorat bankiga borgan holda vaziyatni tushuntirib, boshqa bank plastik karta olsangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yana bir holatda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasidan kelib tushgan ma'lumotga ko'ra, noma'lum shaxs fuqaroning bank kartasidan 7 million so'mdan ortiq pullarni yechib oladi. Ichki ishlar organlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida mazkur jinoyatga qo'l urgan Shahnoza ismli shaxs qo'lga olingan. Holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ya'ni firibgarlik bilan. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'plab sodir etilishi mumkin. Masalan, Instagram ishlatamiz, Telegram ishlatamiz, WhatsApp ishlatamiz. Biz bilan muloqotga kirishgan shaxs sizni pullaringizni qisqa fursatlarda ko'paytirib beraman, uyda o'tirib pul ishlang mazmunida sizga jimjimador bo'lgan takliflarni berishi mumkin. Mana shu o'rinda siz uning gaplariga ishonib, oldindan pulni o'tkazib beradigan bo'lsangiz, ya'ni pullarimni ko'paytirib olaman deb pullarni o'tkazib bersangiz, u siz bilan bo'lib o'tgan yozishmalarni o'chirib yuboradi va sizni qora listga solib qo'yadi. Hurmatli yurtdoshlar, tekin pishloq faqatgina qopqonda bo'ladi. Hech qachon sizni pullaringizni hech kim ko'paytirib bermaydi. Yana bir holat, fuqaroning bank kartasidan 32 million so'mdan ortiq pullar yechib olingan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasidan kelib tushgan xabarga ko'ra, noma'lum shaxs fuqaroning bank kartasidan 32 million so'mdan ortiq pullar yechib olgan. Ichki ishlar organlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida mazkur jinoyatga G'olib ismli shaxs qo'l urganligi aniqlangan va u qo'lga olingan. Holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 160-moddasi, ya'ni o'g'irlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Biroz e'tiborsizlik qiladigan bo'lsangiz, bank kartangizdagi peshona teringiz evaziga yig'ilgan pullar firibgarlar qo'liga, o'g'rilar qo'liga o'tib ketib qolishi mumkin. Mana shu holatlardan himoyalanish uchun doim ogoh bo'lish kerak. Zararli ilovalar, soxta qo'ng'iroqlarga hushyor bo'lish kerak. Masalan, shu kunlarda fuqarolarga qo'ng'iroqlar bo'lyapti. O'zini markaziy bankdanman yoki bo'lmasam bankdanman deb sizning hisob raqamingizga, bank kartangizdagi pullarga hujum bo'lyapti. Buni oldini olish uchun SMS orqali kelgan kodni bering deydi yoki bo'lmasam pulni boshqa, ya'ni biz aytgan hisobga o'tkazib turing. Kiber hujumlar bostirilgandan keyin pullaringizni qaytarib beramiz deydi. Eng achinarlisi, katta miqdordagi pullarni fuqarolar o'z qo'llari bilan boshqa firibgarlarni bank kartasiga o'tkazib bergan holatlari ham uchrab turibdi. Shuning uchun eslatib o'taman, bank xodimi hech qachon bu tartibda sizga qo'ng'iroq qilmaydi. Ya'ni kiber hujum bo'lyapti, shaxsiy ma'lumotlaringizni ayting deb qo'ng'iroq qilmaydi. Markaziy bank esa umuman fuqarolar bilan muloqotga kirishmaydi xodimlar. Ular aksiyadorlik tijorat banklari bilan birgalikda ishlaydi.
Ya'ni Markaziy bank tomonidan fuqarolarga hech qanday masalan kredit yoki boshqa xizmatlar ko'rsatilmaydi. Video ostida firibgarlikni qanday turlari haqida bilsangiz yozib qoldirishingiz mumkin. Videoga like bosish esdan chiqmasin, yaqinlarga ham ulashib qo'ying. Salomat bo'ling.